Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, qurultayning bayonotchisi, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, qurultayning bayonotchisi va qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon qatorliqlarni tarkib topgan qurultay hay'ati Kataloniya milliy qurultayining sohibxonligida 20 apreldan 22 aprelgacha Kataloniyaning poytaxti Barselona shahrida o'tkazilgan Vakolatsiz millatlar tashkilotining 17-navbatlik umumiy qurultayiga qatnashdi. 3 kun davom qilgan mazkur qurultay jarayonida Uyg'urlarning o'z taqdirini o'z belgilab, mustaqil, hur yashash va Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini esga keltirish masalasi yig'inning asosli muzokara temalarining biri bo'ldi. Vakolatsiz millatlar tashkilotining bu qatimli qurultayining Kataloniyada o'tkazilishidagi asosiy sabablardan biri Ispaniyadan bo'linib chiqib mustaqil davlat qurish yo'lida tirishchanliklar ko'rsatayotgan Kataloniyaliklar bilan o'z mustaqil yo'lda kurash qilayotgan Uyg'urlar, Tibetlar va boshqa millatlar orasida o'zaro tajriba almashtirishni maqsad qilishdan iborat. Mayli vakolatsiz millatlar tashkilotining bu qatim qurultayiga sohibxonlik qilgan Kataloniya milliy qurultayi bo'lsin yoki Kataloniyadagi mustaqillik talab qilayotgan boshqa tashkilotlar bo'lsin, ularning hammasi Uyg'urlarga alohida hisdoshlik qilib kelmoqda va Uyg'urlarni o'zlari bilan taqdirdosh deb qaramoqda. Qisqacha UNPO deb atalgan va uzun yillardan buyon Uyg'urlarning masalasining xalqaro tonilish uchun zo'r haslar qaytib kelgan Markaziy Bryusseldagi vakolatsiz millatlar tashkiloti Dunyo Uyg'ur qurultayining sobiq raisi Erkin Alptekin boshchiligida 1991 yili 11 fevral Gollandiyada qurilgan bo'lib, hozir bu tashkilotga dunyoning har qaysi joylarida mustaqillik yo'lida kurash qilayotgan 44 millat va davlatning vakillari a'zodir. Qurultayning navbatdagi raisi Dolqin Aysa apandi 2016 yildan 2019 yilgacha vakolatsiz millatlar tashkilotining muavin raislik vazifasini ustiga olib kelgan bo'lib, hozir u mazkur tashkilotning ijroiya komitetining a'zolik vazifasini o'tamoqda. Vakolatsiz millatlar tashkiloti qurilgandan hozir qadar bo'lgan 32 yil jarayonida Uyg'urlar masalasini o'zining xizmat kun tartibida muhim bir tema sifatida tutib kelgan xalqaro cho'ng tashkilotlarning biri bo'lib, mazkur tashkilot BDTda kuzatuvchilik salohiyatiga ega. Vakolatsiz millatlar tashkilotining 17-navbatlik umumiy qurultayi oxirlashgan 22 aprel kuni Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa apandim Barselonadan bu navbatlik qurultayda ilingan qarorlar haqida ma'lumot berib, tovandikilarni bayon qildi. Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Sizlarga Kataloniyaning poytaxti Barselonadan vakolatsiz millatlar tashkiloti UNPO'ning 17-navbatlik qurultayi oxirlashdi. 3 günlük müzakere jarayonida nurg'un qarorlar elindi. Bu vakolatsiz millatlar tashkilotining bu qatimki yig'inda Uyg'ur masalasi haqida, Sharq Turkiston masalasi haqida nayt muhim qarorlar elindi. 17 moddalik bir qaror qabul qilindi. Buning Birlashgan Davlatlar Tashkilotini vazifaga chaqirish, Xitoy hukumatining bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, dunyo davlatlarini vazifaga chaqirishga o'xshaydigan nurg'un keng ko'lamli moddalar yer oldi. Bu qatimki qurultay Sharq Turkiston davosi uchun, Uyg'ur davosi uchun vakolatsiz millatlar tashkiloti va vakolatsiz millatlar tashkiloti a'zo 44 millat 150 milliondan ortiq xalq temsil qilayotgan bu tashkilotning tarixida bugun bu yerda nayti Uyg'ur masalasi uchun nayti muhim qarorlar olindi. Buni xalqimizdan o'rtoqlashaylik. Har qaysining bundan keyin vakolatsiz millatlar tashkilotining faoliyatlarini har qaysi davlatlarda o'zanlab turayotgan rayonlarda qo'llashinglarni, moddiy va ma'naviy yordam berishinglarni orzu qilamiz. Rahmat. Dünya Uyg'ur qurultayi bilan Shvetsiya Uyg'ur birligi tarafidan birlikda uyushtirilgan Shvetsiya Uyg'ur haftaligi faoliyati 24 apreldan e'tiboran rasmiy boshlandi. Bir haftalik Ispaniya ziyoratini muvaffaqiyatli oxirlashtirib, Shvetsiya Uyg'ur haftaligi faoliyatiga qatnashish uchun 23 aprel Stockholm shahriga yetib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, qurultayning bayonotchisi, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, qurultayning parlamentarlar koordinatsiyoni, qurultay Bryussel ishxonasining direktori Shila qatorliqlarni tarkib topgan qurultay hay'atini Shvetsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtnur Abdurayim va qurultayning Shvetsiyadagi vakillari aerodromga chiqib qizg'inlik bilan kutib oldi. Bugun, ya'ni 24 aprel kuni tushdan keyin Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Stockholmda kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq ba'zi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan dastlabki qadamda uchrashuv olib berib, ular bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentida
parlamentiga qanday qabul qildirish masalasi haqida muzokara olib bordi. Bu qatimqi Uyg'ur haftaligi faoliyatining asosli maqsadi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentiga qabul qildirish va Shvetsiya hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish va Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining Shvetsiyaga import qilinishining oldini olish uchun maxsus qonun tadbirlarini yo'lga qo'yishni qo'lga keltirish bo'lib, Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'ati bu bir haftalik faoliyat jarayonida Shvetsiya Uyg'ur birligining mas'ullarining hamrohligida Shvetsiya parlamenti va Shvetsiya hukumatini ziyorat qildi. Shvetsiyadagi har qaysi siyosiy partiyalar, kishilik huquq tashkilotlari va ommaviy guruhlarning mas'ullari bilan keng doirada uchrashish olib bordi. Shvetsiya Uyg'ur haftaligi faoliyati jarayonida, ya'ni 28 apreldan 30 aprelgacha Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan Shvetsiya Uyg'ur birligining o'rinlashtirishida Uyg'ur yoshlarini xalqaro qonun, diplomatiya, xalqaro siyosat bilimlari bo'yicha tarbiyalash kursi o'tkazildi. Kursda dunyoning har qaysi ellardan keladigan yoshlarimizga chet ellik va Uyg'ur mutaxassislar tarafidan yuqorqi mazmunlarda, shundaqli Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati, Uyg'ur davosining xalqaroliq yuzlanishi, chet ellarda ilib berilayotgan milliy kurishimizning o'tmishi va buguni qatorliq keng mazmunlarda leksiyalar berildi. Keyin qitimliq anglitishimizda Shvetsiyada 24 aprel boshlangan Uyg'ur haftaligi faoliyati haqida davomli ma'lumot berishga tirishamiz. 19 aprelda Yaponiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan Yaponiyadagi Tibet, Mong'ol va Hong Kong tashkilotlari birlikda Yaponiya parlamentida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan. Ular Yaponiya hukumatidan sanoatlashgan 7 davlat guruhi yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini o'ttirib qo'yishni talab qilgan. Yaponiya parlamentida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'iniga Yaponiyadagi asosli gazet va televiziyalardan bo'lib 30 dan ortiq matbuot xodimi qatnashgan. Uningdan boshqa yana 2 nafar davlat parlament a'zosi va parlament a'zosining kotibi qatnashgan. Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur do'stlik guruhining bosh kotibi Mitsubayashi Hiromi apandi bilan Yaponiya parlament a'zosi Ishikawa Akimasa apandi 4 tashkilotning talab xatini topshirib olgandan keyin buni Yaponiya hukumatiga yetkazilganligini, Xitoyning besim va zulm siyosatini to'xtatish uchun tirishchilik ko'rsatganligini ta'kidlagan. Parlament a'zosi Ishikawa Akimasa apandi so'zda mundaq degan: Uyg'ur va boshqa millatlarning vakillari so'zlagan so'zlarga men burundan tortibli ko'ngil bo'lib kelgan. Men bugun G7 davlatlar guruhining yig'ini ichilishidan bir oy burun 4 millat vakillari sungan talab xatini topshirib oldim. Biz bu talab xatini astoydillik bilan ko'rib chiqib, hukumatga topshiramiz va amaliylashtirish tirishimiz. Tunigun G7 davlatlar guruhi tashqi ishlar ministrlari yig'inining oxirida e'lon qilingan axborot bayonotida sizlar sungan talablarning ba'zi moddalari tilga olingan. Hozir Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi davom qilayotgan bir paytda bu talab xatining qanchalik muhim ekanligini men yaxshi bilaman. Biz bu talab xatini hukumatga sunib, hukumatning harakatga o'tishi uchun tirishchilik ko'rsatamiz. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Dr. Abdukerim Abdurahmon apandi bu qatimqi axborot e'lon qilish yig'inini o'tkazishdagi maqsad haqida to'xtalib mundaq dedi. Bu yil sanoatlashgan 7 davlat guruhi yig'ini 5-oyning 19-kundan 21-kunigacha Yaponiyaning Hiroshima shahrida o'tkazilmoqchi. Mazkur 7 davlat guruhiga ovozimizni, ya'ni talablarimizni yetkazish maqsadi bilan biz Tibet, Mong'ol va Hong Kong tashkilotlari bilan birlikda Yaponiya parlamentida birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdik. Bu faoliyatni o'tkazishdagi yana bir maqsadimiz Yaponiya hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'g'risida hech amaliy qadam tashlamadi. Bu jihatda Yaponiya boshqa davlatlarga silishtirganda biroz keynidi. Yaponiya parlamenti bu jihatda amaliy bir qadam tashlamadi. O'tgan yili Yaponiya parlamentidagi Uyg'ur, Tibet, Mong'ol va Hong Kong do'stlik guruhlari birlashib Xitoy qarshi cho'ng bir guruhini qurgan edi. Lekin ularning hozirgacha amaliy bir harakat qilgani yo'q. Shu munosabat bilan bularni eskartish va navbatdagi ig'ir vaziyatni ularning samiga silish maqsadi bilan bu yig'inni chaqirdik. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining idora hay'at a'zosi, Dunyo Uyg'ur qurultayining Yaponiyadagi vakili Saud Mehmet apandi 4 millatning vakillari tarafidan sunilgan talab xati to'g'risida ma'lumot berib mundaq dedi. Birlashma axborot yig'inida Uyg'ur, Tibet, Mong'ol va Hong Kongliklar o'z vatanlarida duchor bo'layotgan kishilik huquq dafsanchiligini anglatgan bo'ldi. Bu 4 millat zulmni anglatgandan boshqa talablarimizni yozma holda davlatlik parlament a'zolariga sundik. Buningda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan chetishligi bor Xitoy amaldorlarini jazolash uchun Yaponiya parlamentining qonun chiqarishini, majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mallarning Yaponiyaga kirishini cheklashini, Yaponiyaning texnologiyasini kishilik huquq dafsanchiligi bilan chetishligi bor Xitoy shirkatlariga sotmasligini va G7 davlatlar guruhining Xitoyga besim ishiltib, Xitoyda bo'layotgan ig'ir kishilik huquq dafsanchiligini to'xtatishini talab qildik. 4-oyning 21-kuni Rozet munosabati bilan Amerika prezidenti Joe Biden va Angliya, Germaniya rahbarlari dunyo musulmonlarining bu qutlug' bayramini tabriklaydiganligini bildirdi. Prezident Joe Biden Twitter hisobiga yo'llagan tabrik so'zida mundaq degan: Ramazon oyining oxirlash munosabati bilan men Amerika va butun dunyoda bu yetni tabriklaydigan musulmonlarga qizg'in salom yo'llayman.
Sizlarga qarindoshlik va muhabbatga to'lgan hit shodligi tilayman. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Twitter hisobida Ramazon oyining oxirlashi munosabati bilan biz roziyatni tabriklaydigan barliq kishilarga qizg'in salomimizni yo'llaymiz. Haytinglar shodlik, tinchlik, baxt va sog'lomlikqa to'lsin deyilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken ayrim tabrik yo'llab, men butun dunyodagi barliq musulmonlarning bu hitni xushal-xuram o'tkazishini tilayman. Bu alayda kun sizlarga tinchlik, xo'shallik va gullanish ilib kelgusi degan. Uningdan boshqa Angliya bosh ministri va Germaniya bosh ministri mo roziyatlik tilaklarini bildirgan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz tweet yo'llab, bugun Ramazon oyi oxirlashidi. Men barliq musulmonlarning bu hitni xo'shal va xayrlik o'tkazishini tilayman degan. Yillardan buyon g'arb ellari rahbarlari o'z davlatida va dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan musulmonlarning hitlarini tabriklab kelayotgan bo'lib, shu qatorda dunyoning tinchligi va gullanishiga bo'lgan go'zal tilaklarini ifodalagan. Uningdan boshqa yana Amerika Tashqi ishlar ministrligi Demokratiya, Kishilik huquq va emgak boshqarmasi 4-oyning 20 kuni roziyat munosabati bilan Twitter so'z e'lon qilib, Xitoy doiralari tutib ketgan o'quvchi Kamila Whitening masalasi ko'ngil bilgan. Twitterda mundaq deyilgan: 19 yoshli Kamila White o'z yaqinlari bilan birlikda hit o'tkazolmaydi. Biz Xitoy hukumati tomonidan tutqun qilingan bu qizga ko'ngil bo'lyapmiz. Hamda Xitoy hukumatini uning kishilik huquqi va inson erkinligiga hurmat qilishga, jumladan uni adil sotlashga kafolatli qilishga, begunoh insonlarni shartsiz qo'yib berishga chaqiramiz. Xana o'lkasidagi bir oliy maktabda yasli ma'rif kasbida o'qiyotgan Kamila White bultur 12 dekabr tutqun qilingan bo'lib, hozirgacha uning oqibati haqida hech qanday uchuri yo'q. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.